Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun sizlarga Yakkasaroy tumanidan Novostroy xonadon, yangi qurilgan do'mlardan birinchi qavat joylashgan xonadonni ko'rsatib o'tamiz. Bu xonadonimiz kirish qismi. Koridorlarni ham kengligini ko'ryapsizlarmi? Juda ham chiroyli qilingan. Xonadonimiz kirish qismidan boshlaymiz. Bu koridor bu tomonda ham koridor joylashgan. Xonadonimiz koridorlari juda ham keng. Mana bu kirishda shkaflar, yo'lda kelgandan keyin kiyimlar olib qo'yishni o'zimiz ham qo'yib qo'yganmiz. Endi bitta podyezdimizni ko'rsatib o'tayim. Xonadonimiz podyezd qismi. Xonadonimizga e'tibor beringlar. Bitta juda ham yoqqan tarafi patologiyaning balandligi. Taxminan 4 metr. Realnisi taxminan 4 metr chiqadi. Bu xonadonimizning xonalari, spalniy, oshxona, detskiy hammasi alohida joylashgan. Birinchi zaldan boshlaymiz. Bu tomonda zalimiz joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Zalda o'zini kirishlar bilan 5 kishilik, 6 kishilik stol stullar qo'yilgan. Bemalol choy ichib o'tirishlar bilan bu yoqda divanli zonalar. Mana ko'rishingiz mumkin divanimiz. Divandan ham unumli foydalanib, do'mchilikda bilasizlar, maksimal joydan foydalanish harakat qilinadi. Mana divanda o'zini ham mana bunaqa ochiladigan joylari bor. Chiqarib spalniy bo'ladi. Bu yoqda televizorni zona, hamma narsa tayyor qilingan. Bemalol mazza qilib yashasanglar bo'ladi. Hovlini ham bitta ko'rsatib o'ting. Detskiy plashatkalar bor. Birinchi qavat joylashgan aytdim. Xonadonimizni juda ham chiroyli va muhtasham qilib ko'rsatib turgan narsa uyimizning patologiyaning balandligi. Juda ham baland. Mazza qilib yashaysiz. Kvadrat jakatimiz ham patolog balandligi zo'r keng ko'ringan. Kelavering. Bir boshidan boshlaymiz. Bu zalni ko'ringlar, zaldan yonginasiz bolalar xonasi joylashgan. Ko'rsatib o'ting, bemalol. Ikkita bolalarga katta-katta karavotchilar qo'yib qo'yganmiz. Mana bu yoqda o'zini bolalarni shkaflari ham bor. Shkaflarimiz ham ancha sifatli materiallar foydalanilgan. Bu yoqda dars qilish uchun stol ham qoldirilgan. Endi bolalar xonasidan keyin oshxonani ko'rsatib o'tamiz. Kelavering. Oshxonamiz ham juda ham shinam, chiroyli qilib bezatilgan. Mana bu gaz plitalar, vitrikalari, hovliga qaragan oynasi to'pli-pul qilingan. Oshxonamiz ishlab turibdi. Juda ham zo'r, issiqqina saqlab turibdi. Endi esa kattalar yotoqxonani ko'rsatib o'tamiz. Xonadonimizda ikkita sanuzor bor. Bittasi mana shu kattalar yotoqxonasi joylashgan bu yerda. Yana bittasi u yoqda umumiy sanuzor joylashgan. Bu yotoqxona qismi, televizorlarga ham joylab qoldirilgan. Oynalar bor. Mana bu lyustralarni ham chiroyliga bir e'tibor bersanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli yasalgan. Dizaynimizga ham alohida e'tibor berilgan. Mana bular chivitlarni alohida o'chirib yoqsanglar bo'ladi. Ikki tomondan ham shkaflarimiz ham bemalol yetadi bitta oilaga. Bu yoqda esa sanuzor joylashgan. Bu yoqda esa umumiy sanuzor joylashgan. Kir mashinani ham sanuzorga joylashib ketganmiz. Xonadonimiz haqida umumiy ma'lumotlarni aytib o'taman. Joylashgan manzili Yakkasaroy tumani Shota Rustaveli ko'chasiga yaqin joyda Vegas Tower jiloviy kompleks, ya'ni turar joy majmuasida joylashgan. 3 xonali birinchi qavatda 14 qavatli Novostroy domni, yangi qurilgan domlar birinchi qavat joylashgan. Patolog balandligi juda ham baland. Hamma xonalar alohida 3 xona, ikkita sanuzor. 71 metr kvadrat, narxi 129 ming. Albatta o'tadigan kelishilgan joy bor. Kimga qiziq bo'lsa pastdagi nomerlarga aloqa chiqsanglar bo'ladi. Bizdan uzoqlashmang, like bosib, obuna bo'lib bizni qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz.